7-ci qism. Keyingi yillarda men Qaramayda ko'proq turib qoldim. Bu shaharni, bu yerdagi odamlarni yoqtirib qolgan edim. Yeshimning cho'ng'ishiga ergishib, aqlimni to'lib, bo'yimni o'sib qolgan edi. Qiladigan ishni mutallavra qiladigan, ishimga loyiq ancha-muncha haq talab qiladigan bo'ldim. Kech ko'zning bir attigini men o'zim ishlayotgan oshxonaning oldida ko'mir to'shiyotdim. Oshxonaga kirib ketayotgan bir odam menga qayrilib qarab qo'yib kirib ketdi. Men muhajib tonish chiroyli deganimcha ortiq o'ylamayla ishimni qilaverdim. Bir chaqda xo'jayin meni chaqirdi. U heliqi tonish chiroyli odam bilan gaplashib o'tirgan ekan. Men ularning yeniga keldim. Yuragim o'ynab ketdi. U odamni tanib qolgan edim, lekin u meni tanimadi. Senden birisini so'ray degandim. Zikrulloh ismli bir bolani tanimsa? Yo'q. Tanimayman. O'zimni unutib qolay degan 4 yildan buyon hech kim atab boqmagan ismimni anglaganda birdilla ko'zlarimga yosh keldi. Toshdek qetib, muzdek to'nglab ketgan yuragim ismimni anglash bilan minut ichida sho'rida erib ketgandek bo'lib qoldi. Men yig'lab sanmaslik uchun levimni tishladim. Uning meni taniyolmaganiga achchig'im keldi. Lekin u odamning meni birisiga o'xshatayotgandek shuncha sapselib qarayotganligini tuyib turatdim. Sening isming nima bolam? Shuncha yillardan buyon anglab boqmagan balam degan bu so'z sarsonlikning judun chapqonlarida yig'ilib qolgan g'aldi g'ashlar ichida ko'milib qolgan aran nafas elayotgan yuragimga issiq bir iqimla boshlab keldi. Yuz ko'zlarimning tomir to'zonlarida texmo to'nuqsiz bo'lib ketganim o'zimga ayon edi. Shu topda uning quchqiga tashlanig'im kelib tursinmi? Necha yillik ayrılishdan keyingi yatsirash, qalbimda ko'klab ulg'uyib berayotgan o'chmanlik va meni damalliq to'nib bo'lolmaganligiga bo'lgan qaydash tufayli uningga tonishlik bagim kelmadi. Shunga o'zimga yot, boshqalarga tonish bo'lgan ismimni aytdim. Ismim Nig'mat. Dimoqlarim etishib, ichimdan etilib chiqqan bir esadash bo'g'zimda turib qilib qiynaldim. Shuning bilan shartda burildim-da sirt qilmadim. Kallamda g'ayrat qil, chandurma. Sening hech nimang yo'q. Hech qanday urug' tuqquni yo'q, qari yetimsan. Tog'anga tonishlik bagining o'zing qurib chiqqan yangi dunyoringni inkor qilgina. Degandek keskin xitobla oyoqlarimni tezroq bu yerdan ayrilishga undaydi. Balam, to'xtig'ina. Balam degan shu so'z qanchalik tashna bo'lgan edim-a. Qadamlarim chippida to'xtadi. Arqamga qarashga jur'atim yo'q edi. Uning kelishini kutdim. Sen Zikrullohmi? Sen Nig'mat emas, Zikrulloh shundaqmi? Men izlab chiqqan bizning Zikrulloh, sen shumi o'g'lim? Oldimga kelib, enkimni ko'tarib turib, menga mehribonlik bilan tikilib turgan tog'amdan endi o'zimni qochira olmaydim. Taramlab to'kilayotgan ko'z yoshlarim, qora-qora bo'lib ketgan yuzimdan qop-qora eqin bo'lib, mening yerilib ketgan ko'mir yuqi qo'limni tutib turgan tog'amning yo'g'on qo'llariga tammoqda edi. Men oxir uning bag'riga tashlandim. Atrofimdagi hammani unutib, buqildab yig'lab ketdim. Ashu damdagi ko'z yoshlarim ota-onamga bo'lgan nafrat va sig'inishlarimni, zimistonning talay kechallarida o'lib qolmay, bu kunga o'lishib kelganligimga bo'lgan hayronlik va shukr qanoatlarimni, kichikimda doim meni bo'yniga mindirib o'ynatadigan, menga hammadan bak qarindoshlikning nima ekanligini his qildirib, uning bolasi bo'lib qolsam-chu degan tatliq armon bilan sabiy qalbimni illatadigan tog'amga bo'lgan cheksiz minnatdorligimni ifodalayotdi. Oshxonaga kirib chiqayotganlar bir ta'sirli qisqa film ko'rayotgandek bizga qarashib qolgan edi. Tog'am meni o'zi tushgan mehmonxonaga elib ketdi. Uning xushalligim mendan qilishmaydi. Men yo'yinib, tog'am elib bergan yangi kiyimlarni kiyib, o'z aksimni yo'g'on aynakda ko'rganimda, aynakda turgan bolaning o'zim ekanligiga ishonmayla qolgan edim. Xeyligacha uyan-buyan o'tib o'zimga qarab ketdim. Birdamda yuz berayotgan ishlarning tushum emasligiga o'zimni ishontirishga tirishatdim. Tog'amning yosh parqirab turgan ko'zlari mendan uzilmaydi. U mendan hech nima so'radi.
ko'ngilsiz ishlarni eslatishni xohlamagan bo'lsa kerak. Menmi u qabohatli kechmishlarimni eslashni xohlamaydim. Biz 2 kunni nihoyat ko'ngilli o'tkazdik. Oxiri men ansirgan gaplar deyishdi. Ata yo'lga chiqamiz o'g'lim. Yurtimizga qaytamiz. Bu yerda seni ota-onang, urug' tuqqanlaring kutyapti. U savol nazari bilan mening birdilla g'am tumonlariga yeyilib ketgan chiroyimga qaradi. Men damalliqqa birnim deyamedim. Ketkim yo'q deyamaydim. Tog'amning lafzini demagandim. Men endi illiq bir oilaga muhtoj ekanligimni bag'ansiri his qilyaptim. Lekin ayni vaqtda qimor uchun meni esidan chiqargan dadamning o'z g'ami bilan bo'lib, vujudidan onalik tabiatiga yotlashib ketayotgan onamning oldiga berishim undan azob emas edi. Ashu ig'ir kunlarimdagi har bir azoblik daqiqa yuragimning qat-qatiga o'rnab ketgan. Men uydan chiqib ketgandan keyin ta yurtdan ayrılgıca ticareti toza ro'naq topmag'achqa boshqa bir savdo ish bilan nalarga do ketib qolgan tog'amni xeyli kutib boqqan edi. Ba'zi chog'larda ashu chog'da u bo'lgan bo'lsa meni hech nega mangdirmaydi, meni beqib oladi degan tatliq bir o'kinish meni bu hayotlikqa bog'lab turayotgandekmi his qildim. U menga amroq edi, o'z bolasidek ko'radi degan xiyolning o'zila kichik turibla hammadan umidsizlangan, hammadan zerikkan mendek bir bola uchun kichik tasalli emas edi. Mening o'chmanlik va adovat bilan qordab berayotgan yuragimni ezilib laxta bo'lib ketayotgan hasratlarimni bolaliqimda qoldirgan tatliq ergiltishlari ko'yimlar bilan yamab paypilib kelayotgan ashu tog'am mening oldimda bir dastigul, bir daryo mehri bo'lib og'zimga javobimga qarab turibdi. Siz bilan birga ketsam ketay, lekin menga va'da bering. Siz bilan birga turay, sizga bola bo'lay, sizning qo'lingizga qo'l, putingizga put bo'lay. O'zimni qirg'oqqa tashlab o'kirib yig'lab ketdim. Men uydan chiqib ketib 1 yildan keyin ota-onam yarashib olgan ekan. Ularni meni izlagan bo'lsa, tog'amdek deb o'yladi. Lekin bir qitim meni bir balam bor edi deb istab boqdi. Shunga yig'lishim texim ochiq ham qattiq edi. Buqulda yig'ilgan vaqtdagi har bir silkinishlarimda men va menga o'xshash g'ariblik qo'ysiga tashlangan bolalarning odam qabul qilish test bo'lgan qismatlari qarayib turadi. Qishning judolik kunlaridan chiqolmay o'lib ketgan hamrimning uchiq ketgan ko'zlari uni men cho'ng bo'lsam hargiz dada bo'lmayman degan so'zlarni takrorlaydi. Tog'am beshimda o'tirib chochlarini silg'icha meni toza bir yig'lab ichini bo'shtab olsin degandek unsiz qarab turadi. Biz atsi yo'lga chiqdik. Tog'am meni sarsonlik ko'chasidan uzun kesil tortib berib chiqqan. Biz qaytgandan keyin men tog'amni kelib odamlar bilan ko'rishishni xohlab ketmaydi. Ota-onam bilan boshqa tuqqanlar qatorida shundaqla bir ko'rishib bo'ldi qildi. Tog'am mening birdan bir sirdishim edi. Uning oq ko'ngilligi, chiqishqoqligi, tirishchanligi asta mening qalbimdagi jarohatlarni davolab, meni yep-yangi holatda qaynoq hayot qaynimga boshlab kirdi. Men har jihatdan tog'amning uylanchiga bo'lishga tirishdim. Ishga kirishib ketsam, erib charchashni bilmaydim. Bag'ansiri tijoratning epini bilib qoldim. Men qaytib kelib 1 yilgacha sirtqa ancha chiqmag'achqa, bu mezgilda men asosan kitob o'qish bilan bo'ldim. Tog'am yanada oldirash yuratdi. Men yordamni shay degan so'zimga, sen qiladigan ishlar texi oldimizda. Sen hozir kitobingni o'qig'ach obdan aram og'in. Teximi cho'ng bo'g'in deb kulib qo'yatdi va bolalarga meni avar qilmaslikni tapulaydi. Tog'amning yiqqan kitoblarimi oz emas edi. U yana yangi kitoblarni akilib beradi. Ash kitoblarni o'qib o'ltirib, go'yida menmi mushundaq kitoblarni yozsam, mening asarlarimni boshqalar o'qib baqsa deb shirin xiyollarni surib ketdim. O'zimning kechmishlari bilan meni yig'latgan personajlarning yurakni titrtadigan sarguzashtlarini selishtirib ketdim. Shuning bilan tabiiy holda dunyo, hayotlik, odamlar haqida tugamas o'ylarga ketib ketdi. Ardımma oq attirim, uzun bayonlar bilan seni charchatib qo'ygandi menmi. Men eng qisqa yo'l bilan bu hikoyamning musofasini tamomlashga tirishyapman. Azoblanmasligim uchun mening hozirgi mahbusligimni bildirishni xohlamagandekla, ashu ochiq kechmishlarimni bildirishni asla xohlamaydim. Lekin seni so'yib turib, yana bir ayol bilan to'y qilib qilishim, dal ashu qadrli tog'amga munosabatlik bo'lg'achqa,
tog'am haqida sana so'zlab bergim keldi. Hikoyamning davomi uchun yana ozroq savrangni bergini guli. Shundoq qilib, men tog'amga bola bo'lib, tog'amning uyida o'tirib qoldim. Yuragimning ota-onamga qaragan tarafidagi muzlar burunqidan erishga boshlagan bo'lsa-mu, lekin to'limi asta eriyotdi. Ularning necha qitim tog'amga pushaymon yoshlarini to'kib turib, dard aytqinni tog'amning ayolidan anglab turatdim. Faqat anglabla qo'yatdim. Necha yil bilinmayli o'tib ketdi. Val o'qitimiz kundan kuniga yaxshilanib beryotdi. Men bu tog'amning tarbiyasida xeyli pishib yetilishga boshlagan edim. Ba'zi vaqtlarda mahalladagi cho'nglar oldimda to'sib, menga masliga kelgan holda, kichik bo'lsa-mu tosh dasab kelgan odam boshqacha bo'ladi ekan. Kitobni jiq o'qibsan, tog'angga boladarchilikni obdan yetkizding. Ko'z tegmasin bolam, deb yuzimdan yuzimga maqtag'anida yuzlarim quloqlarimgacha qizdirib ketadi. Uyda tog'am bilan ayoli quloqni quloqqa yiqib pichirlashqili turganda ixtiyorsiz holda yuraklarim selib ketadi. Tog'amning ayolining bu qizlarning ismini atab aytib qiladigan gaplari sal ko'payib qolib o'tadi. Ashundaq chog'larda kichik vaqtimdagi dadam bilan onamning tugimas jidallari, uyimizni utib olgan qamavazlarning ko'ran qiyofatlari, yiliqi yillarda qishda o'lib ketgan hamriyimning cho'ng bo'lsam men hargiz dada bo'lmayman degan sodda ammo hasratlik so'zlari esimga keladi-da, yuragim birdilla muzlab ketayotgandek bo'lib qoladi. Lekin deyiladigan gap hamon deyiladigan. O'g'lim, senmi xili pishqan yigit bo'lib qolding. Tang tushlaring biradim balliq bo'lib bo'lishdi. Seningmi beshingni o'ngshaydigan vaqt yetdi o'g'lim. Ota-onangning arzusi shu. Tag'a, garchi ota-onam hayot bo'lsa-mu, lekin hozir nazarimda otammisiz, onammisiz. Mening g'imimni yeyotganingizni bilib turibdiman. Aslida so'zingizni jon deb qabul qilsam bo'ladi. Shug'unisi to'y qilishga ra'yim yo'q. Faqatli yo'q. Hech bo'lmasa, yana bir necha yil o'ssin. So'zimning ularga qanday ta'sir qilganligini bilmadim. Chunki o'pkidek esilib, beshimni sog'ancha o'ltirib oldim. O'zimga beshimni ko'tirsamla, taramlab to'kilib ketadigandak to'ylamoqda edim. La'nat o'g'il bola bo'lib qolganingga. Qiz boladek mishildigan o'g'il bolani erkak degili bo'lsinmi? Deydim ichimda o'zimni ayblab. Lekin to'y degan so'z ota-ona, uy degan so'zlar bilan berikib, hamon meni qop-qora tumanlar orasiga so'rab ketayotgandek andik turadi. Bearam qiladi. Tog'am buni his qilib yetgan edi. Hech qisi yo'q o'g'lim. Bundaq deb qo'ydim. Avval sening kallangdan o'ssin. Jahon texi uzun. Sening fikringga qaraymiz. Qadrlikim, zerikdingmi? Men o'zimmi zerikib qelyapman jinim. Yana bir oz chida, yana bir oz. Ehtimol so'rg'in kela. Shuncha yoshga kirguncha biror qizni xiyolingga sig'dirib boqmadingmi deb. Men sana aytgandek nurg'un kitoblarni o'qidim. Shu kitoblarni o'qish jarayonida xiyolimning to'limi pinhon, to'limi g'uva bir cho'nqurliqiga bir qizning suratini sezishga boshlagan edim. Lekin to'limi asta sizatdim. Uni har xil sizib baqdim. Har xil kiyimlarni kiydiratdim. Oxir uningga uzun oppoq ko'ylak kiydirgandila, ondan qalbimdan rozi bo'lib bo'ldi qildim. Biroq u rasm texi undoq oson tutmaydi. Ikkimiz tunji uchrashgan kunning ertasi men sana kitobingni olib berish uchun maktabingning oldiga borganda, u yerda sen emas, dal men sizgan rasmdagi qiz saqlab turgan ekan. Uning uchisida oppoq ko'ylak bor edi. Yuragim hayajondan selib ketdi. Men hech nimga qaramay o'zim sizgan suratga sana yuragimni qoldirib ketib qolgan edim. Asli gapimizga kelsam, shunda qilib tog'am yoki tog'amning ayoli menga yana bir qitim to'y haqida gap qilib baqmadi. Ularning mening ko'nglimni qanchalik darajada oyab kelayotganligini bilib turatdim. Kunlarim yanala tog'amning tijoratiga yordamlashish, kitob o'qish bilan o'tib tonish bilish, aloqalarim kundan kuniga ko'payib, mijozimni borgan siri tog'amni tortib ketayotgan bo'lsa-mu, yanala ichimga singib ketgan jimjitlik meni hamon tanholikqa so'raydi. Men ashu kichikkina pinhon oralimda yiliqi sizib bo'lolmagan suratni to'xtamay sizatdim. Hayot nima degan rangdor, nima degan sirliqi. U hamon o'zining yashkili bo'lmaydigan sirlari bilan insonni savollar olamiga mahkum qiladi ekan. Ajoyib tasodifiliklar bilan ikki eshikni tutashtirib turgan taqdir siziqlari orasida odamni amalsiz qoldirdi ekan.
qismat qoqoqlab kulib turib, meni yana bir qitim masxara qildi. Ehtimol, uning o yo'llari buning bilan tugamas. Yana qanchalik kulalaydi, qanchalik masxara qila oladi, qanchalik kuldirilta oladi. İnsan buning tegini bilishga asla qodir emas ekan. Tog'am tuyuqsiz g'oyib bo'lib ketdi. Yo'g'on, butun suruq bir odam izdiraksiz yutib ketdi. Haftigacha uning berish ehtimoli bo'lgan hammiyani izladik, surishti qildik. Soyisimi yo'q. U undoq o'z maylicha ketib qoladigan, boshqalarni o'rinsiz tashvishga soladigan mas'uliyatsiz odam emas edi. Tog'amning ayoli Xon opamning va singillarimning ko'zidan yosh qurimaydi. Uning turib beshi og'riydi, yuragida masala bor edi. Deydi Xon opam tashvish bilan bechoralarcha menga talmirib. Ashundoq chog'da men bir yo'q bo'lib ketatdim. Mas'uliyatimning kichik emasligini his qilatdim. Hammamizning ko'zlarida birla savol, u nega ketdi? Oxir men boshqa joylarga berib izlab boqmoqchi bo'ldim. G'amguzorim, sirdishim, yulanchigim bo'lgan tog'amning men uchun qanchalik muhimligini bakmi cho'nqur his qilib yetgan edim. Tog'am g'oyib bo'lgandan keyingi kunlarim asosan uyqusiz o'tib ketdi. Yo'lga chiqish g'ami bilan turgan chog'da qayoqdandir kelgan bir qog'i tog'amni soqchilarning elib monganligini ko'rgan odamning borligini, qandoqdir bir so'zga chetilib qolganlik ehtimoli borligini aytib berdi. Ko'nglimiz bir oromga tushgandek bo'lib, yana qaytadan sarosima tushdik. Nimish bo'lgan bo'g'itdi? Yo'q, yetish qilgani yo'q. Faqat bir o'qishmaslik. Tog'am azaldan ishning oldi-keyinini o'ylab qoladigan tamkini bor odam. O'qishmaslik bo'lganligi aniq. Uning qachon chiqadiganligini bilmaydik. Shundan keyingi kunlar tog'amni kutish bilan o'tdi. Men cheksiz ham chunqur bo'lgan kutishning okeanida minut sekundni sanab o'tkazatdim. Tog'am bojog'dagidek g'amsiz kunlarim kammasga ketgan edi. Har qancha tirishib baqsammi, tijorat tog'am bojog'dagidek bo'lmay qoldi. Oxiri muqim kichik bir do'kon ichib oldik. Bir uyni qamdishim, singillarimning o'qish va turmushiga mas'ul bo'lishim kerak edi. Tog'am bir kuni o'qiyotgan kitobimni qo'limdan elib olib, astoydillik bilan so'zlashga boshladi. O'g'lim, butun suruq bir arsan. Ishchinga tinib, o'zingning dunyosida o'taversang bo'lmaydi. O'ziga va atrofidagilarga mas'ul bo'lishni bilmaydigan, o'zining g'imidil yuradigan erni mukammal bir erkakdek bo'lmaydi. Kitob o'qish, isilish yaxshi amal. Kitob bilan haplashgan odamning ruhiy dunyosi nurona turdi. Lekin kitob o'qish bilan o'qiganni amaliyot ishlatish ikkisi ikki ish. Sen har ikkisiga ahamiyat bersang bo'ladi. Yashayman deydigan sen kishilar bilan aloqa qilishni o'rganishing kerak. Tijorat degan asosan shu aloqa bilan bo'ladigan ish. Bir kunlarda men bo'lmay qolsam bu oila san qarab qoladi. Yana kelib ota-onang bor. Ularga har qancha ochiqing bo'lsa-mu, ulardan tinib ketanmaysan. Ularning holidan-mo xabar olmasang bo'lmaydi o'g'lim. Men ortiq gap qilmayla beshimni lang'ishtirib qo'ygan edim. Shu chog'da kitobga qiziqib ketmay, tog'am bilan uzoqroq mundashsamchu, oilaning g'ami meni oldirat qiltirdi. Men biror ish qilishim kerak deydim o'zimga. Qaysi ishni qandoq boshlashni bilmay, tengir qolib turib qolatdim. Ilmi tog'am planliq odam. Qayda meni o'zi bilmayotgan mashinaga majbur chiqarib olib, uni deb, buni deb mashina haydashga qiziqtirib, keyincha yana shundoq majburlashlar bilan sho'pirlik pravisi olib qo'yibdi ekanman. Tog'am sho'pirlik imtihoniga tayyorlik qilish oldida og'amdikin cho'ng mashinnikini ol. Qandoq mashina haydashingni hozir bilmaysan. O'g'il bolasan. Bir kunlarda shundoq mashina haydash to'g'ri kelib qolsa, tirnoq tatalab tursang, sat bo'ladi degan edi. Mana endi eng muvofiq ish mashina haydash bo'lib qolgan edi. Dastlabda tog'amning bir do'stiga hamkorlashib, yuk mashinasida birga mangdim. Keyincha bir do'stimning talabi bilan birga yuk to'shidi. Bara-bara yo'lig'imi pishib qoldi. Men tunji qitim ko'z oldimda paydo bo'lgan chaqda, dal ashu do'stim bilan birga mengayotgan edim. Men qaytib kelibla, yiliq pinhonlikda sizayotgan rasmning chalasini osonlab tuttirdim. O rasm yurak qinim bilan bog'an siri mukammal bir rasmga aylandi. Sen bilan ko'rishib, 2 yildan keyin tog'am qandoq tuyuqsiz g'oyib bo'lgan bo'lsa, yana shundoq tuyuqsiz paydo bo'lib qoldi. Ko'zlarimizga ishlanmay, yig'izora qilishdik. Turmushimiz yana izg'i tushishga boshlagan bo'lsa-mu, lekin tog'amning salomatligi bizni bog'an siri ansizlikka solib qo'ydi. Tog'amni majburiy degidek doktorxonada yotqizdik. Yurak muskul tiqilmasi degan diagnoz.
meni pirqirtib tashlab etgandek beorom qildi. Lekin men bo'shib qolsam bo'lmaydi. Endi haqiqiy to'rik bo'ladigan vaqtim kelgan edi. Keyingi qismdan Ariya. Chin ko'nglimdan tabriklayman. Men xushal bo'lyapman. Sizning baxtlik, xushal yashashingizni tilayman. Sen shundaq debla yo'qab ketding. Sendan og'rinishga haqqim bo'lsinmi? Lekin undaq chaqlarda men yukni tushirib, ishlarimni tugitib bo'libla, sen uyingga qayrildigan do'qmishga kelib, sening o'tib kelishingni kutib, toki kishilarning oyqi besiqichi turatdim. Hijron naqshisi. Sakkizinchi qism. Tag'am bir mezgil davolanish va yaxshi kutinish orqali xili yaxshi bo'lib qolgan bo'lsa-mu, yanala har vaqt diqqat qilmasa bo'lmaydi. Tag'am doktorxonadan chiqib, xili bir mezgildan keyin tuyuqsiz kesili yana qo'zg'alib qoldi. Uning sarg'ayib ketayotgan chiroyi, hayotga bo'lgan umidsiz qarashlari yuragimni pora-pora qildi. O'zining hayotidan umid uzgan shundaq bir chaqda men bir ishni o'tdim. O'g'lim, sing'illaringning yashimi bir yagi bor. Oldi bilan sen beshingni bo'shib olsang bo'ladi. Ko'zimning uchiq turgan mushu paytida sening tuyog'ing ko'kib bor. Bu talabimni o'rinday olamsan. Sen hadisanglar, qolgan ishlar tezlik tutadi. Siz nima deysangiz shu? Lekin avval yaxshi bo'lishingiz kerak. Men uning bag'asida o'rtlab, so'p ketayotgan qo'llarini yuzimga yaqinimcha shunday dedim. Yo'q, to'yimni ko'ray deyman. To'yimni ko'rsam yaxshi bo'lib qoladi deb. Tog'imning chanoqlarida yaltirab turgan tomchilarni ko'rib chidamadim. Ana shu chog'da o'zim sizib, orom tuttirgan pinhonni yili qarasam ko'z oldimda to'g'ri turibdi. Tog'imning yosh qaplagan ko'zlari bilan u rasm meni hayratga soldi. Oxir ko'zlari og'ib ketdi. Shunda qilmaymi, boshqa chora yo'q edi. Shuni bilan ham qayg'uni qayirib qo'ydim. Mening to'yimga tayyorlanib ketdim. Albatta, men tog'amning yenidan bir qadam ayrilmadim. Xuddi to'y bo'lgan yigit men emasdek tog'amning qo'lini tutqunimcha soatlab o'lib ketdim. O'zim tuzuk gaplashib boqmagan bir qiz bilan bir uyda birga nafaslanib, birga yashash mushkul bo'lmasligi mumkin. Mushkul bo'lgani shu odam bir uyda yashash. Men seni ko'rgandan boshlab, shu oppoq ko'ylagim bilan qalbimga o'sib qo'yganidan buyon men o'zimni ikki daf'a kelgan edim. Lekin men hozirgi ahvolda o'zimning allaqachon ikki bo'lib yashayotganligimni qandoqmi deyalayman. U gul nada deysiz? Boshqalarni yerda deyalamdim. Mumkin emas. Lekin sening men bilan erdam birga ekanliging o'zimga ayon bo'lgan vaqt. Sening yaningda vujudingda birga turgan odamni o'ylash ketmaydi. Yuzlarimga urilib turgan issiq nafaslarim, quloqlarimga tinimsiz shivirlab turgan yaqinlik ovozlarim bir daqiqa to'xtab qoldi. Lekin men to'y qilishim kerak. Tog'am uchun, shu tog'amning chehrida xotirjamlikdan porlagan bir tabassumni ko'rish uchun to'y qilishim kerak. Esingdimi, ey ko'z nuri? To'y kunim atdeganda pochtaxonaga berib sana solgan xetim. U kuni pochtaxonadan qaytib kelsam, hammasi meni izlashib ketibdi ekan. Shu kuni xat go'yo mening vidonamdek tuyulgan edi. Tog'am mening ruhsiz, holsiz turqimga qarab, meni ish qildi. Men hech kimga hech nima demadim. Nikoh ustida to'y xati xuddi mening taslimnomamdek tuyulib, kenim shirkinib ketgan edi. Lekin ichimdagi dardimni kimmi bilsin, kimmi anglasin? Xiyolim allaqachon sening yaningga uchib ketgan edi. Sen bilan tanishdim, qiydishatdim. Men endi sirtmoqda turgandek yashaydigan bo'ldim. Acaba to'y qilib kelsam, siz hech qanday o'ylamamsiz? Chin ko'nglimdan tabriklayman. Men xushal bo'lyapman. Sizning baxtlik, xushal yashashingizni tilayman. Bag'ringiz nimachi tosh sizning? Men xushal emas, xushal bo'lamayman. To'y kuni ishingizmi jiq bo'ladi aqichan. Ishingizga oldiram.
Sen şundaq depla yo'qab ketding. Senden ağırnışqa haqqim bo'lsinmi? Mening shu topda nimaga o'rtanayotganligimni, bag'rimda po'raklab ichilayotgan sevgi gullarimning nimaga shuncha qag'jirab, chanqab ketayotganligini, u gullarning kimga taalluq ekanligini sen biletdingmi? Sen hech nimani bilmayding. Shunchalik g'amsiz, beparvo, suyumlik eding. Bilib qilishingni xohlamaydim. Yuragimdagi xotirlarimga sherik bo'lib, ashu g'amsiz, tatliq tabassumlaringga qayg'u bulutlaringning yomishib qolishini asla xohlamaydim. Yuragimdagi hasratlarimga sherik bo'lib, ashu g'amsiz, tatliq tabassumlaringga qayg'u bulutlaringning yomishib qolishini asla xohlamaydim. Chunki men seni so'yatdim, jinim. Seni so'yatdim. Sen mening seni ko'may turibla sızgan birdan-bir va eng mukammal chiqqan rasmim eding. Men ashu rasmim, ashu bebaho asrim bilan bu hayotlikdagi eng buyuk rassom bo'la oldim. Mana endi rasmingni texmi pinhon joylarga qo'yishga to'g'ri kelgan edi. Hatto o'zimdimi yoshirishga to'g'ri keladi. Sen qarab turib, yuragimni sug'urib elib olgan turib, yana menga baxt tilayotsan. Sensiz menda na baxt. Xiyolimda sen bilan yili talishib, yili qiydab o'ltirib, Imom xonimning mendan javob kutib o'ltirganini sezmay qolgan ekanman. Yenimdagi qo'ldushim beqinimga nuqilgandila, dasturxonda cho'rdab o'tirishganlarning menga hayronlik ham qiziqish bilan qarab qolgan chiroyini ko'rib, o'diqib ketgan edim. Nikoh oyoqlashgandan keyin men boqqa kirib o'zimni pinhonga oldim. Chunki sana deydigan so'zim tugamagan edi. To'y qilganligim uchun sizni izlasam bo'lmamda. Ovozimning qiydash bilan sal qo'pol chiqib ketganligini bildim. Qayoqdan kelgan jur'atkin tilim yana sayrashga boshladi. Sizdan bir o'tinishim bor edi. Bundaq oyda bir haqiqatim ko'rishib qo'yganga hech nima bo'lmaydi. To'y qildi debla mendek do'stingizdan kessangiz bo'lmaydi. Ikkisi ikki ish. Sizdan o'tinay. Har qanday chaqda mening borlig'imni unutmasangiz. Ortiq talabim yo'q. Mushu birla, faqat shunchalik. Hayajonlanib, yana boshqa gaplarni deb selishimdan qo'rqqan edim. Nimagidir titit bo'latdim. Bo'sh tursam, ko'zlarim o'zimga bo'ysunmaydi. O'zimning ojizligimga ochiqlanatdim, nafratlanatdim. Orliq yaqin bo'lgan bo'lsa-di, sen bilan bir ko'rishib olgan bo'lsam, yiroqdan bo'lsa-mu, ko'rib olib kelib, to'yni qilgan bo'lsam. Bilmem, sen qo'shilmaysan. Mendan norozi bo'lasan. Sizni aslab turman. Oxir sendan javob keldi. Men shundala xotirjam bo'ldim. Shu chog'dagi ashu xiyollarim, sen bilan xiyoli deyishgan gaplarim, hatto sening tasavvur qilingan chiroy ifodangicha hammasi aniq esimda. Ashu kuni sog'an xetimni topshirib elib, qandoq o'ylagan bo'g'iyting janim. Meni hamoqatlikda ayblab kulgansanmi yoki ozroq bo'lsa-mu ko'ngling yerim bo'lgandimi? Bilamsan janim. Sana munosabatlik har bir so'z harakatining tafsiloti xotiramda bakmo aniq. Vaqtning shiddatli iqillari nurg'un narsalarni yuyib elib ketdi, suslashtirdi. Lekin sen haqidagi xotirlar borgan sari qiyniqlashib, jo'lalab keldi. Ila ham shundoq bo'lmoqda. Men to'y qildim. Tog'ammi yana asta-asta yaxshilanib qoldi. Sening to'ying foyda qildi menga, deb qo'yatdi u xushalligini yo'sharamay. Men bu tog'amga agishib, yig'lamsirgandek bechoralachi kulib qo'yatdim. Yuragimdan chipildab eqiyotgan qapqar qalla tog'amning oyoqi ostiga eqib ketayotgandek cho'chib, andikib ketatdim. Yana ko'zlarimdagi hasratlarimni ayolimning bilib qolmasligi uchun par-par bo'layotgan yuragimning asli yana bir ayolga mansub ekanligini ayolimga sezdirib qo'ymaslik uchun tirishatdim. Turmush sahnasidagi bu rolni elishim qiyinga to'xtagan bo'lsa-mu, mahoratim kundan kuniga o'sib beryotdi. Seg'inish kuchaygancha seni texmo naqadar suydiganligimni texmo cho'nqur his qilatdim. Ba'zida hammani unutibla seni yiroq-yiroqlarga elib qechib ketishni o'ylaydim. Lekin seni qo'shilmaydi degan inkas kallamga yetganda o'zimdan ixtiyorsiz kulib ketatdim. Shundaqdimi har vaqt seni yenimda deb o'ylab, hamma ishni unsiz holda sen bilan deyishatdim, maslahatlashatdim. Chunki sen hayotimning quvvati eding. Sendan kuch elishim, yashashga bahona tepishim kerak edi. Ko'nglim hamon oyoqlarimni
sen tarafga so'raydi. Yük chiqib qolgudekli bo'lsa, chapatdim. Uda berish to'g'ri kelib qolganda bo'lsa, sana bag'inimni bildirmaydim. Seni avar qilmaslik uchun, sana qiyamlayotgan yuragimni sana ko'zitib qo'ymaslik uchun jenim. Lekin undaq chaqlarda men yükni tushirib, ishlarimni tugatib bo'libla, sen uyingga qayrildigan do'qmishga kelib, sening o'tib kelishingni kutib, toki kishilarning oyqi besiqichi turatdi. Ashundaq kutgan kunlarimning birida men seni qo'lingda xilila ig'ir bir narsalarni aran ko'tarib ketayotgan holatda uchratdim. Men yiroqtilda ko'rib, sen kelganda orqamni qilib turib olg'achqa, sen ko'miding. Ashu chaqdagi chiroyingga tepib chiqqan harg'inlik, g'amkinlik hozirgidek esimda. İçim lazı qo'ygandek etishdi. Aram menib ketayotgan qadamlar, mag'duri üzülay deb qolgan bilaklar, bir xil azobliq to'yg'u aks etib qolgan g'amkin chiroylar dammu-dam ko'z oldimga kelib elib, meni bearam qiladi. Seni yiroqdan bo'lsimi ko'rilish tamasida sahpari bo'lgan kunlarimning yana birida men seni emas, eringni ko'rib qoldim. Yolg'iz emas, bir ayol bilan birga turganini, noiti yaqin turganini ko'rib qoldim. Men to'y qilishdan avval bir bog'inimda kashlik bozorda tamoq yeb o'ltirib, sening uning bilan birga ketayotganingni tasodifiy holda ko'rib qolgan edim. U biri bilan paranglashib turardi. Sen yeningdagi baqqaldan bir narsa elib o'tatding. Sizlar ketib qoldim. Necha minut ichidagi ashu uchrashishda cho'ng mingam eringning necha poch suratini tortib, eng muhim arxiv xaltasiga qachlab bo'lgan edi. Shunga men uni xatosiz tonatdim. Ablah dedim ichimda uni minglatillab. Shu chog'da qanchalik bearam bo'lganimni bilmaysan. Tishimni tishlab ketib qoldim. Atsi to'limi ko'ngilsiz yo'lga chiqdim. Qaytib abdigicha qo'lim ishqi bog'di. Sening harg'in, g'amkin chiroying bilan yo'l bo'yidagi daraxtning daldisida boshqa bir ayol bilan yaqin turib pichirlashayotgan ering ko'z oldimdan ketmadi. O'zimni ayolimning oldida ortis turib, eringning seni oldishini qabul qila olmayotdim. Sen bilan nurg'un tunlarni unsiz mung'lashib o'tkazib o'tdim. Siz baxtlikmi? Nima deb buni so'rab qoldingiz? Javob bering Maqsuda. Bilgim bor. To'limi ta'sir chiqqan bu javobning orqasida sening yosh yaltirab turgan ko'zlaringni, hasratlik chiroyingni ko'rgandek bo'latdim. Ichim echyapti. Men sizning ovozingizdan, ko'zlaringizdan baxtli ekanligingizni ko'ramadim. Bundaq yoshingizga men chidamayman. Bilamsiz, men buniga chidamayman. Nimalar deydigansiz? Dilingiz qachon azor yesa, dardingizni to'kidek odam seg'insangiz, har qachon oldi bilan meni esga iling. Deydim men qat'iylik bilan. Shu hamon daraxtning soyasida bir ayol bilan turgan ering ko'z oldimga keladi. Tishlarim g'uchirlaydi. Ma'qulmi dey? Lekin siz nima qilib berasiz? Sus erkilash va qiydash bilan aytgan so'zingdan vujudim larziga keladi. Tasalli beraman. Holingizga yetaman. Yomon kelsa to'y qilamiz. Men botirlik bilan shundoq deydim. Sen kulib ketding. Shuning bilan o'tgan qatim ko'rishganda degan gapni takrorlaydim. Nədiki gapni qiladi ekansiz? O'tgandimi degan sizga? Ballarim bor odamman. Endi kelib men sizdan cho'ng. Sizmi amdal to'y qildingiz. Bugun kallangiz toza joyida emasmi nima? Ballaringiz bo'lsa nima bo'pti? Sizdan unchalik kichik bo'lganga nima bo'ladi? U necha yosh sizga bo'lgan muhabbatimga putlashgan emas. Meni to'la masxara qilmang. Men astoydil gap qilyapman. Men ko'zlaringga talmirgunimcha senga yilinatdim. Sen hech nimani bilmagandek, mening bechora holatimni ko'rmayotgandek jimjitla yo'qolib ketding. Men yana o'sha sovuq uyimda ayolimning pushuldab uxlashlariga sovuq nazar tashlaganimcha qolatdim. Oxiri men xiyolimdagi o'sha mo'nglarni to'kib sana xat yozdim. Kunlarni sanab degidek o'tkazib, sendan javob kelishini kutdim. Lekin sendan uchur bo'lmadi. Kunlarim teximma hasrat ichida o'tishga boshladi. O'zimni xiyoldan yiroq qilish uchun sirtda ham uyda tinimsiz chepib yursammi, xiyolim hamon senda edi. O'sha kunlarda do'stlarimning zo'ri bilan ancha-muncha ichishni o'rganib qolgan edim. Bir kuni yana ikki do'stim bilan tun nisbigacha o'ltirib, ondan qaytdim.
Yo'lda kelguncha o'rmonlikqa kirib olib, un selib yig'ladim. "Xaq, nima deysa-da?" dedim o'zimga bergan bu erkinligimdan so'yinib. Shundaqdimi o'zimning bir ayol kishi uchun mushundaq abgalishib ketayotgan holatimga ichinatdim. O'zimni masxara qilatdim, qag'aytdim. Sirimni oshkorlab, unimi parakanda qilib qo'yganim uchun teximni azoblanib ketatdim. Xuddi ashu xetim bilan sen nurg'un qo'soq ko'pigini ko'tarib yurayotgandek bearam bo'latdim. Ahmoq bayqush, demaydigan gapni deb unimi parakanda qildi. Uning sen nima qilib beralaytding? Quruq gapdan boshqa nimang bor sening? Yo jamiyatda tex tuzuk bir iz o'rning yo'q. Yo bir o'zing rozi bo'lgudek igilik tiklayamiding. Nimani qilsang oqmidi? Oilangdagi shuncha jiq odamlar hozir sana qarab tursa, sen nimang bilan o'zingning po'qini ayqilanmay turib, haqqi ega bo'lmoqchi bo'lasan? Uningga ato qilgudek nimang bor sening? Uyingda saqlab turgan xotining bor turib, xalqning xotiniga gap qilsan-u, yana uning iyirga laqam qo'ysa, sen kim eding shuncha? O'shingni yig'. O'zingni bayqa, ey Zehrul. Endi uni tinch yashg'il qo'yma. Uni izlamayman. Dedim o'zimga va'da berib. Demasimi, endi seni izlab bog'dek yuzim qolmagan edi. Sho'r peshona Zehrul. Taqdiringga tanba. Uning seni bog'lab turgan og'amchisini ko'zingni yumibla kesevat. Shundoq qil. Shundoq qil. Uyga kelib, nimalarni deganimni bilmayman. Atsi saharda ko'zimni ochibla, men kesib etmoqchi bo'lgan og'amchining bo'ynimni teximmi mahkam siqib turganligini his qildim. G'amgin ko'zlarim quyosh nuri bo'lgan derizamdan to'kilishga boshlaganda ayolimning o'lgir ovozi yana anglandi. O'rningizdan turing. Yaqindan toza bo'lmay qoldingiz. Tag'amlarning kunda boradigan odam 2-3 kunda bir beryapsiz. Ular bir kun boramizsangizmi to'liq so'rab ketadi sizni. Ulardan aşı do'stlaringiz, aşı aroq muhim bo'lsa, ixtiyor o'zingizda. Qachon borsangiz? Yana boshlandi. Ixtiyor tizginini haqq tutqizib qo'ydingmi? Endi tugashgan shu. Bechora Zehrul. Men ichimda ashunda qudirgancha boylar yenimda shipirlab menib yurgan qadamlarimni izladim. Sen hollarang uzun kechilik kiyimingning etaklarini so'rganingcha eshikdan chiqib ketayotding. Ayolimga qarab olib qo'ydim. Yelim yaxshi, u mening gulib qargan ko'zlarimni ko'rmadi. Bo'lmasa, yana birdan ko'tildigan bo'lardi. Nashta qibla tag'amnikiga berib kelay. Maslahatlashadigan ish botdi. Maslahatni menmi anglasam bo'lar? Billa barayli degan gap og'zingizga kelmaydi sizning. Xuddi billa maqsad bo'lmaydigandek. Bog'ing bo'lsa borman debamamsa. Men bu uyingizda faqat bir qaranchiq shundaqmi? Yaqindan chiroyingizmi ichilmaydi, shundaq qilsangiz, men qandaqmi xotirjam yengiyman. Akşam nimalarni deb ketdingiz? Nədiki arğancha u siz kesmekçi bo'lgan. Akşamları ko'chada yurib sizga jinchaplashib qolsa, men qo'saqdagi balamizga bo'ldi-jimi? Men gapning oxir tugigacha sirt qilmoqdim. Ehtimol uning gaplari muqaddimasidir. Xotimasi yetkicha qurib qoqshal bo'lib ketaman. Qaymoq ishgan mushukning yuzi tuvan deb uning bilan tang turishdan o'zimni tortgan edim. Uning talmirib turgan ko'zlari oldida mangu gunohkorsa deydim, ashundoq chaqlab o'zimga o'yib berdim. Shu kuni ayolimni elib tag'amnikiga bordim. Tag'am burunqidan xeyli yaxshi bo'lib qolgandek qissimi, lekin chiroyi yanala tegi-tegidan seriq edi. Men tag'amga ancha-muncha ishiltilgan bo'lsa-mu, taksi mashindan birini elish haqidagi o'yimni aytdim. Tag'amni qo'shildi. Ham iqtisodni hal qilishning yo'lini maslahatlashdik. Bu kunlarda tag'amni jiq ish qilolmag'achqa qo'limizda iqtisodmi o'zilib qolgan edi. Undan boshqa tag'amning cho'ng qizining to'y ishi ham kichigining o'qish masalasimi boshni qatirib turadi. Urug' tuqqanlar ichida kimning bo'yni qisilsa yordam qilib kelgan ota-onamning hal kundimmi xabar elib kelayotgan tag'amning bir dilda kasalchan bo'lib, boshqalarning qo'liga qarab qilishi uningga intayin har kelyotdi. G'ururi kuchli tag'am ma'ni ochiq aytolmay qiynalmoqda edi. Yukimning yengil emasligini bugun texmi cho'nqir his qildim. Men turgan yerda siz nimadan ansiraysiz? Men sizning o'g'lingiz. Singlimning to'y ishidan g'am qilmang. Mashinag'imi o'ylig'inim bor. Men avvalgideklar tag'amning qo'llariga suyib turib shundoq dedim. Bizga siz mushundoq turib bersingizlar, shuning o'zi kifoya. Ana shu kundan keyin
xeyli vaqtlargacha seni izlamadim. Arada nurg'un ishlar bo'ldi. Bu ishlarning hammasiga men chapatdim. Mashinadan birini elib oldim. Kira mashinasi har holda menga ko'ngillik bilindi. Kunda saharda mashinamni elib bir chiqib ketsam, bek kech Aliyatquda qaytib kelatdim. Ko'zimni yumibla seni bir izlash o'yg'imi kep qolatdim-yu, lekin yana jur'at qilolmaydim. Og'amchang texmi chingib ketyotdi. Pinhondagi rasming kundan kuniga nurlanib beryotdi. Qalbimdagi sirlarimni oldingda yoygan osh kundan e'tiboran meni masxir qilganmidi? Men haqida nimalarni o'ylayotgandim? Yanala bormay turay. Uning ko'zimdan yo'qoling degan ifodasi menga o'lim bilan barobar-ku oxir. Meni biror qitim asga elibmi qo'yganmidi? Ajiba uning qalbida men do'stlikmi yarmasmanmi? Men dilg'ullik ichida hasratli xiyollarim bilan o'zimni parchalaytdim. İztirab bilan sana talpinatdim. Sen ash chog'larda nimalarni o'ylagan bo'g'ayding, ha? Sen bilan 1 soat, yo'q, hech bo'lmasa yarim soat bo'lsa-mu, billa yonma-yon o'ltirib, yurak so'qishingni anglab boqqum. Ashu iztirobli kunlarimdagi o'ylaringni bilib boqqum bor edi. Abadiylik sehri bilan meni mast qilib kelguchi armon. Mushu zerikishli xatlarimni o'qiy olgan bo'lsang, ha? Navoda o'qib qolsang, qandoq o'ylasa? Sen qaysi holda bo'lasiz? Mening nazarimda sen mangu ashu nazokating, ashu go'zalliking bilan tursan qadrlikim. Men zerikmasdan sana tog'am haqida so'zlab berdim. Mening birdan bir g'amguzorim bo'lgan tog'amga bo'lgan hurmat va muhabbatim bilan men to'y qilgan edim. Ayolimni, qizimni baxtsiz qilib qo'ydim. Oxirda tog'amnimi umidsizlantirib qo'ydim. Aslida bu yerdan tinch omon chiqsam, ayolim va qizim bilan jam bo'lib tog'amni xotirjam qilaman degan o'yim bor edi. Lekin u mening chiqishimni saqlamay ketib qopti. Bilaman. Uning o'ylari odatdagi odamlarnikiga o'xshamaydi. Shunga u baldur ketdi. Shunga u hasrat bilan ketdi. Shunga u ko'zi ochiq ketdi. Keyingi qismdan ariya. Gayda hammasiga oshiqlik o'tini sog'aysan ilohim deb, ular uchun tilak tilayman. Kamerdagi hamrohlarim tatliq uyquga ketgan. Mening baldura qaytadigan ishimni anglasa, ular xushal bo'larmi? Shundaqla qarasam, sen illiq tabassum bilan tursa. Hijron naqshisi.